Assalomu alaykum. Men O'rmonova Gulhayo, Qo'qon universiteti 3-bosqich talabasi, xatda 622-guruh talabasiman. Bugun siz bilan birgalikda Duolingo ilovasidan qanday foydalanishni o'rganamiz. Duolingo ingliz tilini o'rganish uchun eng mashhur bepul platformalardan biri hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'ring va siz ham ingliz tilini qulay va oson o'rganishni boshlang. Play Market yoki App Store ilovasidan Duolingo platformasini tortib olamiz va unga kiramiz. Продолжить ni bosamiz. O'rganmoqchi bo'lgan tilimizni tanlaymiz. Продолжить ni bosamiz. Bu platforma haqida kim tomonidan eshitgansiz? Tanlaymiz buni. Do'stlaringiz yoki yaqinlaringizdan, magazin yoki biron joydan, TikTok platformalardan yoki boshqalardan tanlaysiz buni. Bu tilni qay darajada bilishingiz haqida ma'lumot berasiz. Bu til siz uchun yangi bo'lsa, novichok в английскомni tanlaymiz. Продолжить ni bosamiz. Nima sababdan bu tilni o'rganmoqchisiz? Shunchaki yoki sayohat uchun, nima uchun o'rganmoqchiligingizni yozasiz. Bu tildan, bu platformadan siz qancha daqiqa o'rganish uchun vaqtingizni sarflamoqchisiz? Bir kunda necha vaqt sarflay olasiz bu tilni o'rganish uchun? Tanlaymiz. Разрешить ni bosamiz. Duolingo sizga bildirishnomalar yuborish uchun ruxsat berilsinmi yoki yo'qmi? Ruxsat berilsin. Xohlasangiz ruxsat berilsinmi bosamiz va продолжить. Tizim bosh ekranga ko'rinib turish uchun avtomatik chiqarish bosiladi. Bunda siz bu tilni noldan o'rganmoqchimisiz yoki levelingizdan davom ettirib ketmoqchimisiz? Tanlaymiz va продолжить bosiladi. Coffee. Va siz platformadan foydalanishni boshladingiz. Bu platformada so'zlar beriladi va uning inglizcha Coffee. talaffuzini eshitib, rasmlardan tanlashingiz mumkin. Coffee. Tea. Mana shu tarzda Duolingo ilovasidan foydalansangiz, siz ham har kuni ingliz tilini o'rganishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va savollar bo'lsa kommentariyada yozing. Keyingi videoda boshqa platformalarni ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.